Nima? Google delfinlarning tilini tarjima qiladigan AI ni chiqaribdi? Olimlar 40 yil mobaynida yig'ilgan delfinlarning ovozini sun'iy intellektga yedirib yuborishibdi va mana shu sun'iy intellektning nomi Dolphin Gemma. U ChatGPT ga o'xshab ishlaydi va gaplashadi, ammo so'zlarning o'rniga akustik signallarni ishlatadi. Hozirgi paytda u nimalarni qilishni biladi. Delfinlarning tilini, tarkibini tushuna oladi. Undan tashqari delfinlar nima demoqchi ekanligini bashorat qila oladi va hattoki delfinlarning gapiga o'xshagan signallarni yasashni biladi. Masalan, mana olimlar yaqinda mana shu sun'iy intellekt orqali chaqiruv signaliga o'xshagan tovushni yasashdi va u rostdan ham ishladi. Delfinlar qanaqadir reaksiya bildirishdi, nimadirni sezishdi. Ular xuddiki nimadirni tushungandek bo'ldi. Lekin to'g'risini aytsam, hozirgi paytda xulosa qilish hali vaqtliroq. Ushbu sun'iy intellekt to'g'ri delfin tilidan ingliz tiliga tarjimani qila olmaydi. Masalan, qalay ishlab bo'lyaptimi deb so'ramaysiz ingliz tilida. Lekin bu shunchaki boshlanishi. Agarda hozirgi paytda mana shu texnologiya hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham hayvonlarning tilini tushunayotgan bo'lsa, demak, kelajakda biz hayvonlar bilan bemalol gaplashishimiz mumkindir. Ehtimoli bor. Va bu endi fantastika emas. Shunchaki vaqt kerak va mana shu sun'iy intellekt deb mana shu vaqt qisqarmoqda. Tasavvur qiling, kelajakda kemada suzib ketyapsiz, delfinni ko'ryapsiz, ilovani ochdingiz va natijada delfin sizga aytayapti: "Oy, esimda borsan, o'tgan yili suzib yuruvding mana shu yerda" deydi. Ana o'sha payt odamzodni rostdan ham ko'zga yosh kelsa kerak. Va miyani portlatadigan joyi faqatgina delfinlarda to'xtab qolmaymiz-ku. Boshqa hayvonlarning tilini ham sun'iy intellekt orqali o'rganish mumkin-ku. Va balki qandaydir ehtimol bordir, kelajakda siz yaxshi ko'rgan uy hayvoningiz bilan bemalol gaplashib o'tirarsiz. O'zim mana shunaqa sun'iy intellektlarning ustidan ishlaydigan odamlarni men daho deb hisoblayman, to'g'risini aytsam.